Anomal issiq tufayli poyezdlar tezligi cheklanadi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda kuzatilayotgan keskin issiq ob-havo tufayli yo'lovchi poyezdlarning tezligi cheklanadi. Qayd etilishicha, harorat ko'tarilishi oqibatida yer usti temir yo'llarining reyslari hamda ularning po'lat qismlarida harorat juda yuqori bo'lishini inobatga olib, yo'lovchilar va poyezdlar harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida poyezdlar harakat tezligiga cheklovlar o'rnatiladi. Harakat tezligiga cheklovlar o'rnatilgan poyezdlar sovutish tizimining ishlash quvvati pasayadi. Shuningdek, tezligiga cheklovlar o'rnatilgan poyezdlar harakat jadvalida ko'rsatilgan vaqtdan kechroq manzilga yetib borishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avvalroq joriy yilning 16-dan 19-iyul kunlari O'zbekiston hududiga janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelishi va ba'zi joylarda havo harorati 43-44 daraja ko'tarilishi xabar qilingan edi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.